Diqqat, shoshilinch tezkor xabar. O'zbekistonda yana bir yangi qonun kuchga kirdi. Afsuski, noxush xabar hozirgina e'lon qilindi. Batafsil videoda bilib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Endi O'zbekistonda korrupsion yo'llar bilan haydovchilik guvohnomasi olib bo'lmaydi. Imtihonlar inson omili cheklangan, avtomatlashtirilgan avtodromda va xonalarda o'tkazilishi yo'lga qo'yilyapti, deb ogohlantiradi Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi. Avtomatlashtirilgan tizim haydovchilikka nomzodining darsga kelib ketishi, mashg'ulotlarda qatnashishi va ichki imtihonlardan o'tishini ham avtomatik nazorat qiladi va shunga qarab yakuniy imtihonga kirishini belgilab beradi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang.